Hammaga assalomu alaykum avto Prestige obunachilari. Bugungi obzorimda men sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan avtomobil Mazda EZ60 avtomobili bo'ladi. Ushbu avtomobilimiz o'tgan galga kelgan partiyamizni bittadan olib keldik, uni ham bir kunga bormay sotilib ketdi. O'shandan keyin уже объявленияni ko'rgan, telefon raqamlarimizni ko'rgan, mana shu YouTube'larda obzorlarni ko'rgan odamlar asa telefon qilishdi, lekin уже mashina sotilib bo'lgan. Mashinani уже kelib ko'rish olishmadi. Mana xudo xolisi bu avtomobildan yana xuddi o'shanisidan yana bittadan olib keldik. Do'stlar, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib yoki mana Toshkent Sergeli Indeksga tashrif buyurib, mana shu bizani CMC Motors avtosalonimizga kelib bemalol ushbu avtomobilni ko'rib ketsanglar bo'ladi. Juda ham idealniy, juda ham zo'r ishlangan, Chang'an bazasida sborka bo'lgan Mazda ham Avatar uchala kompaniya совместно ishlab chiqargan mashina. Ammo faralariga ahamiyat beramiz. Takoy liniya bo'lib chiqqan derskiy vid необычный 21 diskalarga ahamiyat beringlar. Gulli takoy chiroyli diska bilan jihozlangan, panorama tomlari bor. Xo'p, ushbu avtomobilning ichki salon qismlariga keladigan bo'lsak, salon qismi fioletoviga oq kombinatsiya qilib ishlangan. O'zini anaqa katta monitori bo'ladi, anaqa o'zini podlokotnigi chiroyli. Orqa klimat kontrollari ham bo'ladi. Orqa sideniyalar тоже необычный chiroyli ishlangan. Также ushbu avtomobilimizda Dolby Atmos akustika, head-up display, adaptivный круиз-контроль, обычный круиз-контроль, удержание полосы, распознавание знак, голосовое управление, nima funksiya kerak bo'lsa, hamma funksiyasidan bor. Bespроводной zaryadkalarigacha bor. Xo'p, do'stlar, agar ushbu avtomobil kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bizani ofisimizga kelib, shu avtomobilni bemalol ko'rib ketsanglar bo'ladi. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi, do'stlar.